هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Mücadele tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Mücadele suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Mücadele Medine'de nazil bolgan 22 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah hakikaten eri toğrısıdır sen bilen münazirleşken ve Allah'a şikayet kıygan ayalının sözünü anladı. Allah ikkinlarının sözünlerini anlap durdu. Allah hakikaten anlıqçıdır, körgüçüdür. Bu ayetning nazil boluş sebebi doğrusida. İmam Ahmed Aisha radıyallahu anhanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Barliq ovozlarni nihoyat yaxshi anglag'uchi bo'lgan Allohga hamd sanolar bo'lsin ki, munozirlashkichi ayol payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, uningga so'zlayotdi. Men bo'lsam uyning bir tarafida turibmi, u ayolning nima deyotganligini anglamagan edim. Ondan g'olib va buyuk Allah hakikaten eri to'g'risida sen bilan munozirlashgan va Allohga shikoyat qilgan ayolning so'zini angladi. Allah ikkinglarning so'zinglarni anglab turdi. Allah hakikaten anglag'uchidir, ko'rguchidir degan oyatni nazil qildi. Buni İmam Buxoriy, Nasai, Ibn Majah, Ibn Abu Hatim va Ibn Jarir qatorliqlar rivoyat qilgan. İbn Abu Hatim yana bir rivoyatda Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Her narsani nihoyat yaxshi anglag'uchi Allah buyukdirki, men haqiqatan Su'labaning qizi Xavlaning qilayotgan so'zlaridan ba'zilarini anglab, ba'zilarini anglay olmay turatdim. U eri haqida payg'ambar alayhisalomga shikoyat qilib mundaq deyotdi. Ey Allah'ın peygamberi, erim mal mülkümni yedi, yaşlıq baharımni tügetti. Men onunla nurgun perzentlerini tuğup berdim. Mana emdi men yaşınıp qalğanda, o tuğuttun toxtağan çığımda, o meni zihar qıldı. Ey Allah, men bu vaqt sana şikayet qılıman. U bu sözlerini qilib ancha uzoq o'tmayla Jibril alayhissalom. Allah hakikaten eri to'g'risida sen bilan munozirlashgan va Allohga shikoyat qilgan ayolning so'zini angladi. Allah ikkinglarning so'zinglarni anglab turdi. Allah hakikaten anglag'uchidir, ko'rguchidir degan oyatni elib tushdi. Uning eri Aws ibn Samit degan kishi edi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Sizlerden ayollarını zihar kılganlarının, yani ayollarını anılarımızın uçullarına okşaş digiçilerinin ayolları ulanın anıları emestir. Fakat ulanı tukkan ayollarla ulanın anılarıdır. Halbuki ula yani zihar kılgıcılar elbette yaman sözünü, yalgan sözünü kılıdır. Allah şek şübhesiz ki tövbe kılgıcını afu kılgıcıdır, mağfiret kılgıcıdır. Ayollarını zihar kılıp, andın kıygan sözüge yani zihar kıyganlıqıga püşayman kıyganla er ayol ikkisi yaqinchilik qilishdan ilgari bir qulni ozod qilish kerak.
Bunun bilan sizlarga vaz nasihat qilindi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Azod qilishga quli yo'q odam ayoli bilan yaqinchilik qilishdan ilgari uda 2 oy ro'za tutishi lozim. Qeyrilik yoki kasallik sabab bilan ro'za tutishga qodir bo'lolmagan odam 60 miskinga bir vaqt tomoq berish lozim. Bu ahkam Allah va uning payg'ambari amr qilgan ishlarga tasdiq qilishinglar uchun bayon qilindi. Bular Allah'ның qonunidir. Bu qonunni inkor qilguvchilar qattiq azobga duchor bo'ladi. Zihar va uningga berilgan kaffarat to'g'risida. İmam Ahmad Xavla binti Sulabaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allohning nomi bilan qasamki, Allah Sura Mujadilaning bosh tarafini men bilan erim Avs ibn Samit ikkimizning haqida nozil qildi. Men Avsning nikohida edim. U yashinib qolgan bo'lib, mijoz xulqimi o'sallashib ketgan edi. Bir kuni u mening yonimga kirdi. Men uning bilan azroq gap talashib qoldim. Shuning bilan u achchiqlanib, "Sening uchang menga nisbatan onamning uchiga o'xshash" dedi. Ondan u yenimdan chiqib ketdi. U do'stlarining so'rinlarida o'ltirib, birer soatni o'tkazgandan keyin yenim qaytib kirdi va men bilan bir to'shakda bo'lmoqchi bo'ldi. Men uningga, "Yo'q. Xavlaning jini ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sen aytgan so'z to'g'riliq, Allah va uning payg'ambari bizning aramizda hukm chiqarmoqcha, sen menga yaqinlashmaysan" dedim. U menga etilib kelib, meni besib oldi. Men xotin kishi yashinib qolgan ojiz odamni yengib oladigan hilini ishiltib, uni yengib oldim-da, üstümden tushirib etdim. Ondan qizlarimdan birining qishig'i chiqib, uningdan kiyim ariyat ilib kiydim. Ondan chiqib Udul payg'ambar alayhisalomning yeniga berib, uning oldida o'ltirdim-da, erim bilan aramızda bo'lgan ahvollarni uningga so'zlab berdim. Men uningga erimning mijozining o'sallashib ketganligidan yo'liqqan yomon ishlar haqida shikoyat qilishga boshladim. Payg'ambar alayhisalom, "Ey Xavla, eringiz yashinib qolgan odam, uning haqida Allohdan qo'rqing" dedi. Allohning nomi bilan qasamki, men texi tug'an yerimdan midirlamasdinla meni haqqimda oyat nozil bo'lib, Payg'ambar alayhisalomni Qur'on nozil bo'lganda o'rib oladigan vahiymi o'rib oldi. Bir ozdan keyin uningdan vahiymi ko'tarilib ketdi. Ondan u, "Ey Xavla, siz va eringiz haqida Alloh taolo haqiqatan oyat nozil qildi" dedi va menga Allah haqiqatan eri to'g'risida sen bilan munozirlashgan va Allohga shikoyat qilgan ayolning so'zini angladi. Allah ikkinglarning so'zinglarni anglab turdi. Allah haqiqatan anglag'uchidir, ko'rguchidir. Sizlardan ayollarini zihar qilganlarning, ya'ni ayollarini onalarimizning uchilariga o'xshash deguchilarning ayollari ularning onalari emasdir. Faqat ularni tuqqan ayollar ularning onalaridir. Halbuki ular, ya'ni zihar qilguvchilar albatta yomon so'zni, yolg'on so'zni qiladi. Allah shek shubhisizki tavba qilguvchini afu qilguvchidir, mag'firat qilguvchidir. Ayollarni zihar qilib, ondan qilgan so'ziga, ya'ni zihar qilganligiga pushaymon qilganlar, ayol ikkisi yaqinchilik qilishdan ilgari bir qulni ozod qilish lozim. Buning bilan sizlarga va'z nasihat qilindi. Allah sizlarning qilayotgan ishlaringlardan to'liq xabardordir. Ozod qilishga qo'li yo'q odam ayol bilan yaqinchilik qilishdan ilgari uda 2 oy ro'za tutish lozim. Qeyrilik yoki kasallik sabab bilan ro'za tutishga qodir bo'lolmagan odam 60 miskinga bir vaqt tomoq berish lozim. Bu ahkam Allah va uning payg'ambari amr qilgan ishlarga tasdiq qilishinglar uchun bayon qilindi. Bular Allohning qonunidir.
bu qonunni inkor qiluvchilar qattiq azobga duchor bo'ladi degan oyatlarni o'qib berdi. Ondan payg'ambar alayhissalom menga eringizni buyuring, u gunohining kafforati uchun bir qul ozod qilsin dedi. Men ey Allohning payg'ambari, uning qul ozod qilgudek puli yo'q dedim. Undaqda eringiz uda 2 oy üzüldürmey roz tutsun dedi. Men Allah'ın namı bilen qasamki, u haqiqatan yaşınıp qalğan adam. Üzüldürmey roz tutuşqa bardaşlıq berelmeydi dedim. Undaqda u 60 miskinge bir vasaq xorma taqtib bersin dedi. Men Allah'ın namı bilen qasamki, ey Allah'ın payg'ambari, uningda unchilik xormi yo'q dedim. Payg'ambar alayhissalom, biz onunğa bir arq xovmi bilan yordam qilamiz dedi. Men ey Allohning payg'ambari, menmi onunğa bir arq xovmi yordam qilay dedim. Payg'ambar alayhissalom, haqiqatan to'g'ri va yaxshi ish qildingiz. Berib eringiz uchun yordam qilmoqchi bo'lgan xormini sadaqa qiling. Ondan eringizni yaxshi ish qilishga tavsiya qiling dedi. Men payg'ambar alayhissalomning deganida qildim. Mana bu qissa bu surening nozil bo'lish sababi haqidagi ishonchlik voqelikdir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Sizlardan ayollarni zihar qilguvchilarning, ya'ni ayollarni onalarimizning uchillariga o'xshash deguvchilarning ayollari ularning onalari emasdir. Jahiliyat davrida arablardan biri ayolini zihar qilmoqchi bo'lsa, uningga sizning uchingiz menga nisbatan onamning uchisiga o'xshash deydi. Zihar jahiliyat davrida taloq hisoblanadi. Alloh taolo bu ummatga ziharning taloq bo'lishini, ammo taloqqa hukm qilgandek hukmga ega qilmadi. Hem zihar qilib qolganda unaga kaffarat berishni belgiledi. Faqat ularni tuqqan ayollar ularning onalaridir. Ya'ni er kishining sizning uchingiz menga nisbatan onamning uchisiga o'xshash degan so'zi bilan xotin kishi uning onasi bo'lib qolmaydi. Faqat uning onasi uni tuqqan ayoldan iboratdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Halbuki ular, ya'ni zihar qilguvchilar albatta yomon so'zni, yolg'on so'zni qiladi. Ya'ni qabih, botil so'zni qiladi. Allah shak shubhisizki tavba qilguvchini afu qilguvchidir. Mag'firat qilguvchidir. Ya'ni Allah jahiliyatdagi qilmishinglardan tavba qilguvchini, shundaqla ehtiyotsizlikdan, og'izdan chiqib ketgan so'zlardan tavba qilguvchini afu qilguvchidir, mag'firat qilguvchidir. Agar söz qilguvchi haqiqatan ziharni maqsad qilgan bo'lsa, uning ayoli uningga albatta harom bo'ladi. Chunki to'g'ri so'zga asoslanganda ayolining uchisini onasining uchisiga o'xshatish bilan hadi singlisining, hamma ochisining va shuningga o'xshagan nikohiga ilish harom bo'lgan boshqa ayollarning uchisiga o'xshatishning oraliqida hech farq yo'q. Bu hukm hammasiga o'rtaq bo'ladi. Ayollarini zihar qilib, ondan qilgan so'ziga, ya'ni zihar qilganlikqa pushaymon qilganlar, bu oyat haqida Imom Shafiiy rahimahulloh mundaq deydi. Er ayolini zihar qilgandan keyin qilgan ishiga pushaymon qilsa, ma'lum zamongacha ayolini uyda tutib turdi. Bu vaqtda u ayolini taloq qilish imkoniyatiga ega bo'lgan turliqmi, uni taloq qilmaydi. İmam Ahmed ibn Hanbal mundaq deydi. Er ayolini zihar qilgandan keyin uning bilan jinsiy munosabat o'tkazmoqchi bo'lib qolsa, u belgilangan kafforatni berishdan ilgari uning ayol bilan munosabat o'tkazishi halol bo'lmaydi. İmam Malik mundaq deydi. Er ayolini zihar qilib bo'lgandan keyin yana uni tutib turdi ve onun bilen cinsi munosabat o'tkazmoqchi bo'ldi.
Said ibn Jubayr mundaq deydi. Erler ayollarını zihar qilish orqali o'zlariga ayollar bilan munosabat o'tkazishni harom qilgandan keyin yanala ular bilan birga munosabat o'tkazmoqchi bo'ladi. Hasan Basri mundaq deydi. Ayolini zihar qilsa, kafarat berishdan ilgari ayolining uyatliq yeridan boshqa a'zolardan bahramand bo'lishni gunoh deb qaramaydi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning ayol ikkisi yaqinchilik qilishdan ilgari degan oyatni u ikkisi yangidan nikohlanishdan ilgari deb tafsir qilganligini rivoyat qiladi. Ata, Zuhri, Qatada va Muqatil ibn Hayyan qatorliqlarmi shundaq deb tafsir qilgan. Zuhri mundaq deydi. Kafarat berishdan ilgari erning ayolini so'yishiga va uning bilan yaqinchilik qilishiga bo'lmaydi. Imam Abu Davud, Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir odam, ey Allohning payg'ambari, men ayolimni zihar qildim. Ondan kafarat berishdan ilgari uning bilan munosabat o'tkazdim dedi. Payg'ambar alayhisalom, Alloh sana rahim qilsin. Shunda qilishingga nima sabab bo'ldi? dedi. O odam, men ay yo'riqida ayolimning putiga sağan halqini ko'rib qilib, o'zimni tutib ola olmadim dedi. Payg'ambar alayhisalom, g'olib va buyuk Alloh seni buyurgan ishini qilmag'icha ayolingga yaqin kelmagin dedi. La ilahe illalloh Muhammad Rasul. Bir qulni ozod qilish lozim. Ya'ni ayol ikkisi yaqinchilik qilishdan ilgari bir qulni to'liq ozod qilishi lozim. Bu oyatda ozod qilinadigan qulning iymon etgan qul bo'lishi shart qilinmasdan mutlaq qul ozod qilish deb ko'rsatildi. Odam o'ltirib qo'yganning kafforati bayon qilingan oyatda bo'lsa, ozod qilinadigan qul mu'min bo'lishi kerak deb iymon etgan qul bo'lishi shart qilingan. Bunun bilan sizlarga va'z nasihat qilindi. Ya'ni bunun bilan sizlar shundaq ishni qilishdan cheklansizlar. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Ya'ni Alloh sizlarga nimaning foydali ekanligidan xabardordir. Ahvolinglarni to'liq bilib turg'uchidir. Ozod qilishga quli yo'q odam ayoli bilan yaqinchilik qilishdan ilgari uda 2 oy ro'za tutish lozim. Qerilik yoki kasallik sabab bilan ro'za tutishga qodir bo'lolmagan odam 60 miskinga bir vaqt tomoq berish lozim. Yuqorida bu ishni tartib bo'yicha qilishga buyurgan hadislar bayon qilindi. Shundaqla bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan Ramazonda ayoli bilan yaqinchilik qilgan odamning qissasidimi bayon qilingan. Bu ahkam Alloh va uning payg'ambari amr qilgan ishlarga tasdiq qilishinglar uchun bayon qilindi. Ya'ni buni iymon etishinglar uchun yo'lga qo'ydik. Bular Allohning qonunidir. Ya'ni Allah cheklagan ishlardir. Uningga tajovuz qilmanglar. Bu qonunni inkor qiluvchilar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni bu shariatning hukmlariga iymon etmagan va uni ijro qilmagan kishilar o'zlarini azobdan qutuldik deb e'tiqod qilmasin. Ish hargiz ular o'ylagandek emas, balki ular dunyo va oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Elhamdülillah, yuqorida Sura Mujadala tafsiridan 4-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.